hozir ovqatlarni ro'yxatini sanab chiqish juda qiyin. Har bir ovqat kaloriyasi boshqasi sanash juda qiyin. Keyin to'xtamaydi u. Ko'pincha men odatda aytadigan narsam boyiga 3 ta qoida. Birinchisi miqdoriga e'tibor bering. Miqdor sabab buni tushuntiraman. Sog'lom ovqatni ko'p ham semirtirib, u ham kasal qiladi. Va miqdor 2 kilodan oshib ketishi ham mumkinmi? Odatda baribir oshadi. Keyin qiziq tarafi siz 2 kilodan oshirmasdan, kalorik zichligi baland ovqatni ham ko'p yeyishingiz mumkin. U ham miqdor hisoblanadi. Keyingisi ikkinchisi nima desangiz tarkib. Nima yeyotganingizni tushuning. Makrolar bor, mikrolar bor. Har birisini tushunishingiz kerak. Keyin makron talabi, mikron talab bor. Keyin har bitta narsani hazm bo'lishida ham farq bor. Masalan, eng oson hazm bo'ladigan uglevod, eng qiyin hazm bo'ladigan oqsil, birinchisi, o'rtada yog'. Keyin uchalasi 2 xil kaloriya beradi. Uglevod bilan anaqa oqsil 4 kilokaloriya, bilsangiz, yog' 9 kilokaloriya. Keyin hazmida ham farq bor. Masalan, termogenniy indeksi oqsilga katta. 100 gram oqsilingizda 25% ni hazm qilishga sarflaysiz kaloriyani. Yog' bilan uglevod unaqa emas. Oson hazm bo'lib ketadi. Natijada uni sizga anabolitik effekt, ya'ni semirtirish ehtimoli ham kattaroq. Endi tarkib, hozir boshqa yoqqa o'tib ketib qoldim. Uchinchisi nima desangiz, uchinchisi vaqt. Bularda eng muhimi miqdor bilan tarkib. Vaqt keyingi muhimlar. Bizda ko'pincha o'rni almashib qolgan, vaqtda kechqurun ovqat yemagan yoki ovqat yeb uxlamagan deyishadi-ku. Muhim emas demayman buni, lekin mana miqdor bilan tarkibchalik muhim emas. Lekin muhim. Shuning uchun ham yozilgan bu ro'yxatda. Keyingisi, men nima deyman desangiz, bizchi, mana sizda maqsad vazningiz qancha? Ideal vaznim o'zi 75 chiqqan. Tushunarli. Siz qachonga bormoqchisiz shu yoqqa? Xo'p, o'rtacha 10 oyda.